turib hozir qarzdorlik deb kelaveradi, hayron bo'laman, aka boraman. Hech bir natija topilmadi. Adliyaga borib murojaat qildim. Rahmat, mana bartaraf qilib berishdi. Mavjud mulk huquq aksiyasi doirasida Beshariq mahalliy bo'lim tomonidan mahallalarda fuqarolarning mavjud muammolari o'rganildi. O'rganish natijasida Beshariq tumani Yangi Hayot muhitida yashovchi Abdurafiqova Zamiraxonning yer mulk bilan bog'liq mavjud muammolar aniqlanib, mazkur fuqaroning murojaati adliya bo'limining ish yuritiga qabul qilindi. Ushbu fuqaro 2021-yilda o'zining noturar yer uchastka obyektini boshqa shaxsga sotganligi, ammo boshqa shaxsga sotgan bo'lsa-da, ushbu yer uchastkaning kadastr raqami mavjud soliq kadastr bazasida o'chirib yuborilmaganligi sababli ushbu yer uchastka ikkita kadastr raqami birikib qolganligi natijasida ushbu fuqaroga 3 milliondan ziyod soliq qarzdorligi hisoblangan. Shu yuzasidan tumanli bo'lim tomonidan o'rganishlar natijasida tegishli davlat tashkilot idoralariga, ya'ni tuman soliq inspeksiyasiga tegishli tartibda xatlar aloqa xatlari chiqarilib, mazkur fuqaroning soliq qarzdorligi bilan bog'liq muammosi hal etilib, fuqaroning huquqlari tiklanishiga erishildi.